beryapsiz. Mana hozir men 1 soat turist nima, qanaqa, layner qanaqa, hammasini tushuntirdim. Siz ham xuddi shunaqa tushuntirdingiz. Siz kamida 5 ta yoki 3 ta yoki 10 ta yozasiz. Bizda qanaqa bonuslar beriladi partnyorlarga? Birinchisi darhol beriladigan bonus, to есть mgnovenniy bonus deyiladi. Bir martalik yangi odam kirdi, $20 dan $70 bir martalik beriladigan yangi odamga. Bir marta siz yangi odam olib keldingiz, bir marta sizni dollaroviy koshelogingizga tushirib beradi. Sizni koshelogingiz уже ikkita bo'ladi. Bittasi dollarda oladigan, naqd ishlatadigan Visa karta keladi. Hozir ko'rsataman, Visa karta kelishi. Keyingisi sayohatingiz uchun bonusli ball deyiladi. Sayohatingiz uchun tushadigan koshelogingiz bo'ladi. Ikkita bo'ladi partnyorlarda. Demak, mgnovenniy bonus yangi odam yozildi, bir marta beriladigan pul $20 dan $70 Bu nimaga $20 dan $70 o'zini vaqti, periodi bor-da, bir oyning ichida tam nechta yozdirishingizga bog'liq. Klientingiz qanaqa paket olishiga bog'liq. Ikkinchisi matching bonus deyiladi. Matching va nedelю. Siz har hafta pul olishingiz mumkin. Agar siz o'zingizni orqangizdan partnyorlar, u partnyorlar o'zini orqasidan odam olib kelsa, o'sha haftaning ichida siz ham bitta qo'shsangiz, bir olgan pulni siz ham ola olasiz degan. Hozir men nyuanslarini aytmayman, boshingiz achiydi. Men просто nima bonusda borligini aytyapman. Bundan tashqari liderskiy bonus. Liderskiy bonusda siz oylik olasiz. $600 dan ketdi, kamida $5000 Men kamida deb udarayib beraman. Endi siz 5 ta kamida qo'shgan bo'lsangiz, agar siz boyagi turist programmasi bo'yicha $100 to'lovidan ozod bo'lasiz. Sayohatingiz uchun to'laysiz. Siz 5 ta odamga o'rgatyapsiz, tushuntiryapsiz, yozdiryapsiz, akkauntdan foydalanishni o'rgatyapsiz, kruzga ketib u bilan bog'lanasiz, muomalada bo'lasiz. Men kun soat 2 da ham 15 ta odamni samolyotga kuzatib qo'ying, siz mayli deb kuzatib qo'yaman. Например, kuzatishingiz shart emas o'zi. O'sha siz kamida 5 ta odam olib kelganingiz uchun klub sizga sen orqali 5 ta odam sayohatga boryapti deb $100 dan ozod qiladi va sizga har oy $200 sayohat koshelogingizga pul beradi. Va bu bir yilda primerni aytyapman 2400 bo'ladi. Balki 2 yilda 5000 bo'lar, orasida chiqmas. Endi просто tak bermaydi buni. 5 ta odamingiz hammasi chestniy, har oy haqiqiy sayohatga boruvchilar bo'lishi kerak. Haqiqiy aktiv sayohatchilar bo'lishi kerak. Bu bir marta yozdirdim, bo'ldi. Ishlovchilar bo'lishi kerak. Или постоянный sayohatga boradigan odamlar bo'lishi kerak. yoki ishlovchi bo'lishi kerak. Partnyor bo'lsa ham bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Partnyor va o'zini akkauntini aktiv ushlaydigan, to'ppa-to'g'ri.